Boshlovchi xonandadan otasi haqida ochiqcha gapirishini so'raganida Botir Qodirov quyidagicha javob berdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib ketishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng so'nggi, eng tezkor va eng ishonchli ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. Bu savolga javobni qiyomatga qoldirganman. Sizga bir qiziq rivoyatni aytib beraman. Bir oilada o'g'il farzand dunyoga kelibdi. U ota-onasi bilan baxtli yashabdi. Ammo bola 5 yoshga to'lganida ota-onasi ayrim sabablarga ko'ra ajrashibdi. Ammo ota farzandidan xabar olar. Bola ham ota tomonidan qarindoshlari bilan bordi-keldi qilar ekan. Bobo buvisining uyiga borar. Ular oilasidagi munosabat nihoyatda iliq ekan. Bola 20 yoshga to'lganida bir quchoq orzu-umidlar bilan otasi yashaydigan shaharga keldi va undan yordam so'raydi. Seni o'qitaman degan ota gapining ustidan chiqmaydi. Bir kuni bolaning oldiga otasining tan soqchisi kelib, uni xo'jayinining oldiga olib boradi. Ota bolasiga juda qiyin shart qo'yadi. Ya'ni, u bergan familiyadan voz kechishini so'raydi. Chunki u paytda bola o'z kuchi bilan tanilib kelayotgan bir payt edi. Bola onasining oldiga borib, bo'lgan voqealarni aytib beradi. Oxiri otasining emas, onasining familiyasi bilan maqsadlarini amalga oshirishga qaror qiladi. Ammo bu oson kechmaydi. 20 yoshiga qadar falonchining o'g'li bo'lgan inson birdan familiyasini o'zgartirsa, odamlar har xil qabul qilishadi. Mish-mishlar, ortiqcha gap-so'zlar. Allohning inoyati bilan bola o'z kuchi bilan maqsadlarini amalga oshiradi. Hatto otasining familiyasisiz ham mashhurlikka erishadi va u otasining xatti-harakatlarining javobini qiyomatga qoldiradi. Ba'zi odamlar Botir ochig'ini aytmaydi, qo'rqadi deb o'ylashlari mumkin. Ammo men hech narsadan qo'rqmayman. Agar istashsa, gen ekspertiza qildirishga ham tayyorman, deydi xonanda Botir Qodirov.